kvartiraga pul to'plashni istasangiz, mana siz bilishingiz kerak bo'lgan 3 ta qoida. Birinchisi, pul to'planmaydi, u taqsimlanadi. Agar 100 mingni boshqara olmasangiz, 1 million so'm ham qo'lingizdan tez chiqib ketadi. Men o'zimga aniq tizim qurganman. 50% maqsadlar va investitsiyaga, 30% kundalik xarajatlarga, 20% rivojlanishga, ta'lim, jamoa va marketing. Pul baribir ketadi. Farqi uni sizga kerak bo'lgan yo'nalishga ketkazishda. Ikkinchisi, qancha topishingiz emas, qanchasini saqlashingiz muhim. Har oy daromadim oshib bordi, lekin hisobda hech narsa yo'q edi. Har oy o'zimga shaxsiy foyda qilib miqdor belgiladim va shunga amal qildim. Hammasi shunda o'zgardi. Aks holda siz o'zingiz uchun emas, tirik qolish uchun ishlaysiz. Uchinchisi, har bir xarajat bu investitsiya, yo rivojga, yo o'sha joyda qolib ketishga. Endi har bir xarajatni shunday savol bilan baholayman. Bu mening daromadim, erkinligim yoki hayot sifatimni oshiradimi? Agar javob yo'q bo'lsa, o'chirib tashlayman achinmasdan. Agarda sizga rivojlanish mavzular qiziq bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'ling.